Buni farqi bu toza serial bo'ladi. Biz o'zimiz apparatlarimiz bor, o'zimiz bu po'kayni ishlab chiqaramiz. Andijon viloyati bo'ylab dastavkaga beryapmiz. Har bitta blokka 1 kilodan kilo bonus qilib beramiz. Mana Sinib qoladi bu yollaydi deydiganlarga mana. Mana u qayta urilyapti, hali lekin sinmayapti. Sindira olmadik. Gazablolarimiz ham sifatlari yaxshi. Buni joyida 16 ming so'm beramiz. Dastavkasi ichida 17 ming. 17 ming so'm. Bunga ham bonus qilib qo'shib berasizmi keling? Bunga 1 kilodan kilo beramiz. Kalonnalarga, tumbalarga, uy burchaklariga qo'yiladi. Cheki, uy burchaklariga qo'yiladi. Uy burchaklariga qo'yib. Ma'lumot o'rnida aytib o'tganman mana. Nashetga qo'yilganda o'rniga. Oxirgi qatorga uradida buni bir qator aylantirib urgandan keyin ichiga armatura karkasini tashlaydida, betonini quyib qo'yadi. Menimcha bu cho'kmaganiga qaraganda izolyatsiyasi ham yaxshi bo'lsa kerak, issiq sovuq tushagani. Toza polistirol bu. Toza. Serioda o'zimiz ishlab chiqarganmiz buni. Seriomiz mana bu qopda mana serio bo'ladi, mana bunaqa shakar holatda bo'ladi. Shakarga o'xshab bo'lar ekan, Mayda holatda bo'ladi mana. Shuni ishirasizlar-da o'zingizlar, to'g'rimi? Shuni mana o'zimiz mana bu apparatga solamiz. Bizni YouTube'da baribir yozadi-da, baribir telefon qilishadi aka buni. Yasab ber deydiganlar bo'lsa-chi. Qiziqqanlar bo'lsa, yasab olib borib ishga tushirib beraveramiz. Tayyorlaydi, siz jo'natib beryapsiz, to'g'rimi? Bu orada videoda ko'rdim. Biz bosgan tumani bo'ylab dastavkaga beryapmiz. Mana tayyor holatda bo'ladi. Qopda 25 kilo bo'ladi. 1 kvadrat oshiqroq mana. Mana 4-5 sm quyilganda shunaqa holatda. Tayyor holatda stashkaga, tomga, lombozga juda zo'r yechim. Polistirolimiz o'zini misol kerak deydiganlar bo'lsa, to'kayni o'zi kerak deydigan bo'lsa, 1 kilosini 35 ming so'mdan beramiz. 35 ming. 1 kilosi 35 ming. Mana mana shu primерно mana shu qopdagi necha kilo chiqadi aka? 1,5 kilo atrofida chiqadi-da. Ancha bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Biz bugun Bekmirza akamizni sexiga keldik. Aka, Instagramda ko'pchilik ko'rdi sizni. Ko'p savollar ko'p bo'lyapti. Shunga bir chekkadan javob berib borasiz aka. Bu polistirobloyni to'liq tushuncha bersangiz aka, kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Bu polistirobloyni ichida po'kay bo'ladi. Shu haqda qisqa tezroq savollar bersam, javobni bersangiz, ma'lumotlar berib o'tsak. Mana bu polistirobloyimiz bo'ladi. Bu polistirobloyimiz misol asosan uylarga ishlatiladi. Bu yangilik. Endi yangilik bo'lib, yangilik emas u. Endi hozirgi kunda misol yaxshi narsa bo'lib turibdi. Bu misol mana yozgi kunida salqin bo'ladi bunda uy qurilsa, qishki kunida issiq bo'ladi. Sababi bunda uy qurilgandan keyin buni ichida polistirol deb nomlanishiga polistirobloy deb ichi to'la mana polistirol po'kay bo'ladi. Shundan iborat bo'ladi. Shuning hisobiga bu issiq sovuqda yaxshi ushlaydi temperaturani, xonani haroratini bir xilda stabilni ushlab beradi. Buni ustidan haligi bazal shunga o'xshagan narsalar qilish shart emas ekanda. Bunaqa rasvot shart emas. Sababi o'zi yaxshi ushlaydi. Qish kunida misol uyda haroratini bir xil pechka yoqilgandan keyin tez sovimaydi, issiq holat uzoq vaqt turaveradi. Bir xilda ancha o'zida ushlab turadi. Yozgi kunida ham shu konditsionerda haroratini bir xilda ushlab beradi. Bu qulayliklari ko'p. Misol mana tokdan, gazdan limitlar chiqib ketgan. Buni ham ancha yordam bo'ladi. To'g'ri. Tokga, gazga, uy isitishga, sovutishga, boshqaga bu qulay yechim bu. Hozir ko'pchilik limitga nima aloqasi bor deydi. Mana men sizga tushuntirib beraman. Buni izolyatsiyasi bor, izolyatsiya deyman anaqa. Po'kagi bor, polistiroli, issiq sovuqni yaxshi ushlaydi. Issiq sovuqni yaxshi ushlagandan keyin kamroq rasxod qilasiz. Pechka yoqqan paytingiz uyingiz tezda sovib qolmaydi. Keyin yozgi kunida mana bunaqa konditsioner yoqadigan bo'lsa aka, konditsioner yoqsa uy qancha sovutganingiz sari tezda sovib qolmaydi, hali isib ketib qolavermaydi, issiq kiravermaydi. Shu issiq sovuqni ushlab beradigan narsa. Endi aka ko'pchilik buni misol uchun ko'pchilik ishlab chiqaryapti. Buni mana polistirolni o'rniga haligi po'kaylarni sotib olib turib drabilkadan chiqarib qilishyapti. Ularga qanaqa nima? Endi u ham po'kay. Endi u nima desam, u qayta ishlangan po'kay bo'ladi. Bu drabilkadan endi misol haligi bitovoy texnikalarda, xolodilniklarda shu atxut po'kaylarni maydalab turib ham uni misol polistirobloy deb turib sotishyapti. Sotishyapti uni. Uni ham misol yomon demaymiz. Lekin undan
Buni farqi bu toza serial bo'ladi. Toza birinchi sort. Misol Stratilning F100 degan marka bo'ladi. O'zining markalari bor. Shunaqa seriosini o'zimiz olamiz. Biz o'zimiz apparatlarimiz bor. O'zimiz bu po'kayni ishlab chiqaramiz. Ha, uni ham ko'rsatib boramiz video davomida. Buni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bo'ldi, tushunarli. Plotnis degan narsa bo'ladi. Buni o'zi yaxshi biladi, tushunganlar. Buni aka baquvvat bo'ladi bunda, yaxshi bo'ladi. buni narxi qancha aka? Bu polistrobelogimizning narxi hozirgi kunda 23 ming so'm joyida beryapmiz. Sababi bu toza po'kaydan bo'lganligi hisobiga. Ha, shuning uchun qimmat demoqchi. Endi toza narsa qancha qimmat bo'ladi aka? Bunaqa hali drabilka po'kay bo'lmaganligi uchun buni 23 ming so'm joyida beryapmiz. 24 ming so'm Andijon viloyati bo'ylab dastavkaga beryapmiz. Dastavka. Bonusigacha aka, misol uchun bonus qanaqadir? 1 kilo qo'shib beramiz. O, ana. Har bitta blokka 1 kilodan kilo bonusga beramiz. Andijon viloyatining ichiga dastavkamiz bor. Shu narx ichida 24 ming so'm narx ichida. Vodiyga bo'lsa-chi, misol uchun deylik Namangan, Farg'onadan bo'lsa-chi? Yo'larga dastavkasini kelishamiz. Yo'larga ham qo'shilishi, dastavkasiga qo'shilishi mumkin. Qo'shiladi. Mana yaqinda уже video olyapti, sinab ko'rdik. Aka, mana shuni yana bir urib ko'rsatib bering mana shuni aka. Ko'rsatib beraveramiz mana. Sinib qoladi, yollaydi deydiganlarga mana. Mana u qayta urilyapti, hali lekin sinmayapti. Sindira olmadingiz. Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Xullas, endi haligi ko'pchilik so'raydi, o'zimizdan ham bor-da. So'raydiganlar, gazoblokchi, gazobloyning narxi qanaqa aka? Bu qanaqa bo'ladi? Bu endi bu haqda ham ma'lumot bersangiz. Gazoblolarimiz ham sifatlari yaxshi. Mana bu yerda bugun chiqqan qolipdan. Mana quruqlar turibdi. Gazoblolarimiz ham razmerlari birga bir aytadi. Diagonallari hamma yo'g'i cho'tki udolasi, sifatlari yaxshi udolasi. Buni ham bu narxi qanaqa aka bular? Buni joyida 16 ming so'm beramiz. Andijon viloyati bo'ylab 17 ming so'mdan dastavkaga beraveramiz. Dastavkasi ichida 17 ming. 17 ming so'm. Bunga ham bonus qilib qo'shib berasizmi keling? Bunga 1 kilodan kilo beramiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. Har bitta blokka 1 kilodan kilo qo'shib beramiz bunga. Yaxshi. Xudo xolasa gazoblogimiz ham sifatlari zo'r. Hamma yo'g'i joyida. Qo'shiladigan narsalari hammasi qo'shilgan. Bu mana polistrobelogimizning komplekti bu. Ha, bu polistrobloydan tayyorlangan, bu ham? Ha, bu polistrobloydan tayyorlangan. Ichida mana buni ham po'kagi bor, mana ko'rinib turibdi. Bunimiz misol mana bunisi kolonnalarga, tumbalarga, uy burchaklariga qo'yiladi. Cheki uy burchaklariga qo'yiladi. Uy burchaklariga qo'yib. Ma'lumot o'rnida aytib o'tgan mana. Mana shu yerga qo'yilganda o'rniga. Mana bunisi latoga bo'ladi. Lato tepaga sesmalar uchun. Oxirgi qatorga uradi-da, buni bir qator aylantirib urgandan keyin ichiga armatura karkasini tashlaydi-da, betonini quyib qo'yadi. Misol mana bu burchakda ham, sesmada ham, apalapkada ham muammo bo'lmaydi. Apalapka. Mana shu holatda apalapka tikka qo'yiladi. Uyda egalariga ham, ustalarga ham qulaylik. Apalapka deb boshni qotirib yurmaydi. Uradi, ichiga betonini. Buni ham narxi shular bilan bir xil holatda ketganmi aka? Polistrolda blogi bilan narxi bir xil. 24 mingdan, 24 mingdan dastavkasi bor, bemalol aloqaga chiqib olasiz. Dastavkamiz bor. Bu aka haqiqatan ham cho'kmaydi ekan. Menimcha bu cho'kmaganiga qaraganda izolyatsiyasi ham yaxshi bo'lsa kerak, issiq sovuq ushagani. Yengillik hisobiga bu issiq sovuqda yaxshi ushaydi-da. Sababi ichi to'la polistrol bo'ladi. Po'kak. Polistrol, aka endi polistrollarni ham ko'rsataylik. Mana shu aytgan, o'zimiz aytgan, o'zlari ishlab chiqaradigan polistrol bo'ladi. Aka endi bu haqda ma'lumot bering. Qanaqa tayyorlanadi, nimada tayyorlanadi? Toza polistrol bu. Toza. Siriodan o'zimiz ishlab chiqarganmiz buni. Siriomiz mana qopda mana sirio bo'ladi, mana bunaqa shakar holatda bo'ladi. Shakarga o'xshab bo'lar ekan-da. Mayda holatda bo'ladi mana. Shuni ishirasizlar-da o'zingizlar, to'g'rimi? Shuni mana o'zimiz mana bu apparatni solamiz. Misol mana o'zimiz yasaganmiz bu apparatni. Bu mana shu apparatga solib, ishirib, po'kak qilib chiqaramiz. Aka buni mana misol uchun deylik, bizni YouTube'da baribir yozadi-da, baribir telefon qilishadi aka, buni sotib olib yoki yasab berish, yasab ber deydiganlar bo'lsa-chi? Yasab beraveramiz. O'zingizlar yasab beraverasizlar. Yasab beryapmiz ham. Misol qiziqqanlar bo'lsa,
yasab, olib borib ishga tushirib beraveramiz. Ha, bu seriyosini olib kelsa, keyin bunaqa qilib ishlab chiqarsa bo'laveradi. Ha, Buni seriyoni xo'p, mana shunaqa ishni qisqasi akalar mana shunaqa seriyo ishlab chiqaradi. Mana shu apparat. Aka, bu katta yangilik bo'pti. Shuni tayyorlaydi, siz jo'natib beryapsiz, to'g'rimi? Bu orada videoda ko'rdim. Biz bosgan tumani bo'ylab dastavkaga beryapmiz. Mana bu tayyor holatda bo'ladi. Qopda 25 kilo bo'ladi. Tayyorloy bo'ladi, to'g'rimi? Tayyor suyuq holatda bo'ladi. Mana bu salafon qopda bo'ladi. Og'izlari bekilgan, chiroyli holatda bo'ladi. Buni olib borib yoyganda shu holatda bo'ladi. Ha, shunday olib borib shunday yoyiladi, bo'ldi. Bir qopimizdagi mana 1 kvadrat metr joyga bemalol yetaveradi mana. 1.10 turibdi bu yog'i mana. 1.10 dan darcha oshib 1 kvadrat osharoq mana. Mana. Bu yog'i ham mana 1.10. Endi 4-5 sm quyilganda shunaqa holatda. 4-5 sm yargan holatda shu qalinlikda bir qopimiz shu holatga keladi. Tayyor holatda stashkaga, tomga, lombozga juda zo'r yechim. Bu aka, misol uchun hozir 4-5 sm quyilyapti, bir qop 25 kilo bo'ladi. Narxi qancha bo'ladi aka? 35 ming so'm 15 kilometr radius bo'ylab Izboskan tumanining ichida 15 kilometrga deb dastavkaga beramiz. 35 ming so'm. Nimaga 15 kilometr degan aka? Sababi uzoqqa bu jiddiy holatda yetkazib bera olmaymiz. 15 kilometrdan yuqorisiga bu jiddiy holatda yetkazib bera olmaymiz. Buni qotib qolishi mumkin-da. Qotib qolib, reaksiyaga kirishib qolgandan keyin u yine silabilashib qoladi. Shuning uchun misol uchun Farg'onada deylik. Farg'onada kimdir ko'ryapti, olmoqchi. Misol boshqa tumanlarda, boshqa viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, jo'natib beryapmiz. Buni suvoy holatda, uni ham upakovka holatda qilib beramiz. U qanday tayyorlanadi endi aka? U kumini, sementini, dabavkalarini, hamma yo'g'ini, polistirollarini qo'shib qo'yamiz. Qopda upakovka holatda bo'ladi. Uni misol olib boradida xohlasa rushnoy mikserda yoki bo'lmasa oddiy kichikna mishalkada. Ko'p joyda hozir arendaga beryapti mishalka, qanaqa haligi kichkina rushnoy arenda berilyapti, mishalka. 60 ming so'm arendaga berayotgan. Arendaga olib turib, ana shunda qilsa osonroq bo'lar ekan-da bo'lmasa. Buni dabavkalarni aytamiz. Misol suv qancha qo'shilishi narsalarni aytasiz, o'zi aralashtirib, o'zi yoyaveradi. Misol uchun ustalar aloqaga chiqsa, mana misol ustalar, men ustaman deylik, uyga borib kimdir uyini tomini bosaman, unaqa ulgurji narxda berasizmi aka? Beramiz. Ustalar ham misol aloqaga chiqsa, ustalar bilan kelishilgan holda ishlayveramiz, hamkorlik qilaveramiz. Ko'proq oladigan bo'lsa, ulgurji qilib beriladi. Misol o'zimizda ham ustalar bor. Misol bosib beradigan. Ha, tayyor. Mana misol uchun kimdir men uyimga tomimga bostirmoqchiman, sizga aloqaga chiqsam bo'ladimi? Bo'ladi. O'zimiz ustalarimiz bor. Borib. Ustalar qanchadan qilib, ustalar bilan deylik, men tomimni ko'rsataman, siz bostirib berasiz. Bo'ldi, hech narsa qilmayman boshqa. Qanchadan bo'ladi kvadrat? Buni qalin yuqoriga qarab turib misol 5 sm bo'lsa boshqa narx, 5 dan yuqorisi 6 sm, 10 sm deydigan joylar bor. Misol kelishiladi. Deylik 5 sm uriladi, shunaqa standart 5 sm dan urilsa bo'ladigan bo'lsa, misol endi obyomga qarab kelishiladi buni ham. Misol 10 kvadrat, 15 kvadrat joy bo'ladigan bo'lsa, unga misol endi obyom ozlik hisobiga boshqacha narx bo'ladi-da. Endi obyomga qarab narx belgilanadi baribir. Endi misol kattaroq misol deylik bor. Primерно 50 kvadrat deylik. 100 kvadrat. 100 kvadratlik tom bo'ladigan bo'lsa, 5 sm-ligi shu 55 ming so'm. 55 ming, 60 ming o'ynaydi hisobda. Atrofida bo'ladi. 55 ming, 50 ming hisobda. Lekin bosishi mahsulot ichida bo'lyapti-da. Hamma yo'q, mehnat haqi, mahsulot hamma yo'q ichida bo'ladi. Borib turib shunday tomni ko'rsatadi. 55 ming shu atrofida bo'ladi. 55 ming, 50 ming, 60 ming atrofida bo'ladi. Bu narx 2026-yil bo'lyapti. Aloqaga chiqib, narxlarni yana o'zingizlar surishtirib so'rashingiz mumkin. Endi buni ichiga qo'shiladigan polistirol haqida ma'lumot beramiz. Menga mashina o'zi kerak deydiganlar bo'lsa, men mashina o'zim tayyorlab olaman, mana shu po'kayni o'zi kerak xolos. Nech puldan deydiganlarga nima deysiz? Qanday bo'ladi? Bu polistirolimiz o'zini misol kerak deydiganlar bo'lsa, po'kayni o'zi kerak deydigan bo'lsa, ularga ham kelishib bunaqa beraveramiz. Buni 1 kilosini 35 ming so'mdan beramiz. 35 ming. 1 kilosi 35 ming. Mana mana shu primерно mana shu qopdagi necha kilo chiqadi aka? 1,5 kilo atrofida chiqadi-da. Ancha bo'lar ekan. 2 kilo deydi. Agar kimgadir mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa ham bemalol telefon qilaverasizlar. Po'kay desa, po'kagini o'zini ham sotaveramiz. Apparat deganga. Apparatni ham yasashga. Apparatni yasab beraveramiz. Buni o'zimiz yasaganmiz. Misol Rossiya, boshqa chet davlatlardan qolishmaydi. Ulardan qulay bo'lsa qulay, ulardan qolishmaydi. Hamma yo'g'i ishlashiga, boshqasiga garantiyalar bor. Garantiya beriladi. Mana shu ishlab chiqaradi, ishlab chiqarib aylanib borib bu yoqqa quritish uchun ketadi. Mana ikkita
bunker qilib qo'yilgan. Quyilyapti. Mana quyish jarayoni ketyapti. Mana mikserda tayyor quyilib, quyiladi mana. Mashq holatda bo'ladi. Aka, sizga rahmat, shunchalik ma'lumotni berdingiz. Aloqaga chiqsa bo'ldi aka, bar ma'lumot to'liq qolgan savollar bo'lsa beraverasiz. Yoki bo'lmasam kommentariyaga yozishsa aka, biz yana qo'shimcha videolar qilib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.